Kim ko'ribdur ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Gar zamonni nafiy qilsam, ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netayin bu zamondan yaxshilik. Dilrabolardan yomonlik keldi mahzun ko'nglima. Kelmadi jonimga hech oromi jondan yaxshilik. Ey ko'ngilchun yaxshi edin, ko'rdin yomonlik asru ko'p. Endi ko'z tutmaq netani har yomondan yaxshilik. Bori elga yaxshilik qilg'inki mundan yaxshi yo'qdur. Kim degaylar dahr aro qoldi falondan yaxshilik. Yaxshilik ahli jahonda istama Bobur kabi. Kim ko'ribdur ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Zahiriddin Muhammad Boburning ushbu g'azali uning hayot yo'lidagi og'ir sinovlar, sadoqatsizliklar va insoniy munosabatlar haqidagi falsafiy xulosadir. Shoir bu yerda ham shaxsiy dardini, ham umumiy soniy haqiqatni ham bayon qilgan. Keling har bir baytini mag'zini chaqamiz. Birinchi bayt. Kim ko'ribdur ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Ma'nosi: ey ko'ngil, bu dunyo ahlining qaysi biridan vafodorlik yoki yaxshilik ko'rding? Hatto eng yaqin, eng yaxshi deb bilgan odamingdan ham yaxshilik kutma. Ikkinchi bayt. Bu zamonni nafiy qilsam, ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netayin bu zamondan yaxshilik. Ma'nosi: ey do'stim, agar bu zamonni rad etsam meni ayblama. Axir nima qilay? Bu zamondan hech qachon biror yaxshilik ko'rmadim-ku. Uchinchi bayt. Dilrabolardan yomonlik keldi mahzun ko'nglima. Kelmadi jonimga hech oromi jondan yaxshilik. Ma'nosi: go'zallar mening mahzun ko'nglimga faqat azor va yomonlik yetkazishdi. Jonimga orom berishi kerak bo'lgan o'sha aziz insonlardan ham jonimga biror yaxshilik kelmadi. 4-bayt. Ey ko'ngil uchun yaxshidan ko'rdim yomonlik asru ko'p. Endi ko'z tutmoq ne, ya'ni har yomondan yaxshilik. Ma'nosi: ey ko'ngil, sen hatto yaxshi deb ishonganlaringdan ham shunchalik ko'p yomonlik ko'rding-ku. Endi har xil yomon odamlardan yaxshilik kutishingga nima bor? 5-bayt. Bori elga yaxshilik qilg'ilki, mundan yaxshi yo'q. Kim degaylar dahr aro qoldi falondan yaxshilik. Ma'nosi: sen baribir hamma xalqqa yaxshilik qilaver. Chunki dunyoda insonning o'zidan keyin falonchidan yaxshilik qoldi degan nom qolishidan ko'ra yaxshiroq narsa yo'q. Ko'rganmen ne vafo umrimda ulijoni jahondan ko'rganmen. Ne vafo jondan ko'ribdur kim men oldin ko'rganmen. Ko'z yo'lidan ulsara husnun nazar aylar edim. Qon yoshim ur yo'lni tutdi, endi qonin ko'rganmen. Yo Rab, ulkun shum to'lidin manga bo'lg'ay mukin. Jonima orom ul oromi jondan ko'rganmen. Ko'z ko'rar lekin solar meni balog'a bu ko'ngil. Bu baloni necha chashmi xushnishodin ko'rganmen. Bartaraf qilg'il vafo istar edi Boburo. Ul g'aladir kim vafo ahli jahondan ko'rganmen. Zahiriddin Muhammad Bobur. Ko'rganmen g'azali insonning sadoqati va dunyoning o'tkinchiligi haqida eng maqsum asarlardan biri. Quyidagi g'azalning har bir bayti va uning Bobur bu g'azalda deb boshlangan tahlil kiritilgan. G'azalning birinchi baytida Bobur bu g'azali hayoti davomida kechgan, kimdan vafot topgan
etgan amal bilan bayon qiladi. Shoir hatto insonning o'z joni va bir kun uni tark etishi, o'limni misol qilib, o'z jonida vafo ko'rmagan kishi qanday qilib o'zga bir inson yordan sadoqat kutishi mumkin degan teran falsafiy savolni o'rtaga tashlaydi. G'azalning ikkinchi baytida esa Bobur bu g'azalda yorning jamoliga termulib orom olgan damlarini eslaydi.